Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men har biringlarning 2021-yilni yaxshi boshlagan bo'lishinglarni tilayman. Kitap o'qish munbirimiz qurilib, bu yil 3-yilga qadam oldik. Bu 2 yildan beri munbirimiz danliq yozuvchilarimizning nodir asarlaridan tanlab huzuringizga sundik. Men kitap o'qish munbiri nomidan munbirimizni qo'llab kelayotgan qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Xo'sh, qo'limda danliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning Yorqin Aslimilar nomli kitobi. Bu kitobning 2 bo'ligini, ya'ni Azgulik malaikasini o'tganda o'qib tugatgan edik. O'ylab baqsam, bu kitobning 1-bo'limini cho'qim o'qib berishim kerak ekan. Shunga bugundan boshlab 1-bo'limini o'qib beraman. 200 betga yaqin, shunga yana bir necha bo'limga ayirib o'qishga to'g'ri keladi. Eskartib qo'ydig'im, bu kitobni Aziz Ataullah Sartekin nashrga tayyorlagan. Kitap 2013-yili nashrdan chiqqan. Xo'sh. Muqaddima. Tilimiz tarozu, so'zimiz go'har, go'harkash ko'ngilni g'azdira olmas zar. Abul Qasim Firdavsi. Salom, hurmatli o'qirman. Har xil ilmiy va badiiy asar, har xil televiziya teatri va mashhur arboblarning aslamalari xuddi dengiz sohilida qiyo tashqa urilgan do'lqin bujg'unlaridek orqa-orqadan mavj urib hosil bo'lib atgan. Sahifa durdonlari cheksiz dalolardek ko'zini chaqnitib turgan bugungi kunda sizga bu oddiy kitobimni sunib ataman. Bu ismi jismiga munosib oddiy muallifning oddiy hayot muhiti va sarguzashtlaridan terib olingan oddiy kitob. Uningda hashamatlik o'rda saroylar, tantanlik yig'in va ziyofatlar, odamni larziga keltiradigan jangoh qissalari yo'q. Buningda muallifning hayot muhiti, uni tashkil qilgan xalqning taqdir qismati, muallif aslamalarini shakllantirgan tarix va inson qimmati sodda ibora, yengil qurilmalari bilan bayon qilingan. Men o'z aslamalarimda men tema qildim deganni muallif tarjimali tariqasida hozirgi va kelgusidagi jamoatchilikka uqtirishni emas, balki ular, ya'ni xalq, mening xalqim nima qildi deganni ko'rsatishga aldirayman. Chunki o'zimni to'nishtirish emas, balki ularni to'nishtirish mening muqaddas burchim, qalbimning da'vati. Albatta, men bir shaxs, bir subyektiv. Mening nazarim, qadam izlarim, fikr tasavvurlarim cheklik. Mushu cheklik nazar chembari ichida. Mushu cheklik qadam musobilari ichida. Mushu cheklik fikr tasavvur bo'shliqi ichida hadislar soyliqidan qanchalik hikmat durdonlarini bayqay olsam, shuni yig'ib olaman. Bu mening o'z aslamalarimga dabdabasizlar, men va mening xalqim deb nom qo'yishimning vaji. Mening xalqim insoniyatning bir qismi. O tarixiy kitoblarda so'zlanadigan qadimki aryonlar va turkiy xalqlarining aralashma qondosh urug'laridan maydonga kelgan Osiyocha, qisman seriq, asosan oqtanlik genga mansub qabilalarning avlodlari. O tarixda O'g'iznoma, Aprasiyab, ya'ni olim Ertunga qag'an, Moyunchur va Sultan Satuq Bug'roxon nomiga beg'ishlangan rivoyat va tarix nomlarining etnik qahramoni. U Misr, Afina va Bag'doddan Seriq daryo va Sharqiy dengizga so'zilgan.
Hengan tağlardan Oral ve Qara Deniz sahiliga sozulgan otliqlar madaniyati bilan Ipak yo'li aloqalaridagi asosli tarixiy personaj. Uni sharqliklar g'arbliklarga, g'arbliklar bo'lsa sharqliklarga o'xshatishi mumkin. Uning faoliyati mahalliy faoliyatdan tarixiy bir milliy tarixdan halqib ketgan. O ko'payib, kemiyib, kuchayib va zaiflashib kelgan bo'lsa-mu, o'z tarkibiga saklar, masagitlar, skitaylar, dinglinglar, g'ollar, iftalitlar, so'g'dilar, hatto Grek, Makedoniya va Moğol imperiyasiga mansub etnik elementlarni o'zlashtirib, tarix sahnasidan o'shgan bir qator qadimki qabila va xalqlar madaniyatiga varislik qilib, o'zining millatlar cho'ng yo'tkilishi balbig'idagi masmut gavdasini, hayotiy kuchini va ijodiy iqtidorini gavlandirib keldi. Mening xalqim qadimki O'rta va Markaziy Osiyo yayloq va bo'ston xalqlarining bo'ligi. U ehtimol hozir mavjud bo'lib turgan Shimoliy Jungo va O'rta Markaziy Osiyo millatlari orasidagi tarixiy eng uzun, madaniyati eng ko'rinarli qadimki G'ol millat bo'lsa kerak. Eng qadimki shahar madaniyati, eng qadimki yozma madaniyat, eng qadimki klassik adabiyot va klassik musiqa madaniyati uning ixtirosi sifatida bu rayonlardagi yovvoyilik, bavarlik tarixiga xotima berib, O'rta va Markaziy Osiyo ma'rifatchiligining chirig'ini yoritgan. U Qarasuq madaniyati, qadimki Shimoliy Vig'arlar va G'arbiy Rumlar tarixiy izlari, Buddizm aqidasi va san'ati, G'arbiy diyor musiqa usullari, o'nglik so'ygin to'plangi va tubutlar mudaholasini tinchitish janglari, Mo'g'ul qo'shinlarining shimoldan janubga yurishlari qatorliq tarixiy hodislar asnolarida ishki diyor tog' daryolarga o'z nishonlarini ko'rsatgan. Uning salmoq Osiyocha yo'sin va ruhiyatiga u kezgan qadimki madaniyat diyorining ta'siri yoshiringan. Mening xalqim shimol bilan janub, sharq bilan g'arb, yayloq bilan shahar, oq jinis bilan seriq jinis xalqlar va madaniyatlarni bir-biriga tutashtirib va tonishtirib, keyincha xuddi xolis Xizrdek g'oyib bo'lib, bekinmalik, pinhonlik ichida yashab keldi. Uning qilgan tutashtirish va tonishtirish roli Olimpiya ilohlarining afsonalaridan chin va katta edi. U uchragan untilish qadimki Atlantiya qissasiga o'xshab qoldi. Hozir endi uning Rim xarobalaridek vaqti uzun, ta'sir cho'ng, san'ati yuqori tashlandiqlari chet elliklarning diqqatini jalb qilib, uning tog'larini, ko'llarini, hayvonlarini, ibtidoiy o'rmonliqlarini kashf qilg'uchi azimatlar paydo bo'lishmoqda. Kishini afsuslantirdigani shuki, insoniyatning bir qismi insoniyatning o'z-o'zini izlash tarixi bilan emas, balki o'ziga lozimliq tashqi vositalarni izlab tepish bilan malak. Haliqi kashf qilg'uchi azimatlar mayli karvon to'g'isi yoki xalqaro aeroplan bilan kelib ketishidan qat'iy nazar, xalqimizning insoniy mohiyati va qimmatini emas, uning tashlandiqlarini o'ziga lozimliq tashqi vosita sifatida izlashga qiziqishdi. Ular qalbining teran qatlamida chaqnayotgan narsa insoniyat va uning insonparvarlik qimmati bo'lmasdan, balki oltin aqchadan julolasidan iborat bo'lib qoldi. Eram jannatida
İptidoiy va xiyoliy olamda shayton odamning kushandisi bo'lib qolgan edi. Hozirgi zamonda real olamda oltin qimmati inson qimmatining kushandisi bo'lib qoldi. Muqaddas Injil va Qur'on Karim oldida shayton zilzilaga kelgani bilan hozirgi aslamalarning ma'lum bir qismini oltin yupuqdalgan shayton ilhomi bilan yezishadigan xottirlarmi maydonga chiqib qoldi. Mana bu unutilgan inson va uning rasa yatlashgan bir qismi bo'lgan mening xalqim o'zining insoniy qimmati bilan menga ilhom yolqini beg'ishlab, men va mening xalqim aslimini yezishimga da'vat qilmoqda. Kishilar insonni aqlli hayvon deb ta'riflaganida, men inson qalbga ega hayvon, ruhiyat uning intayin muhim alomati deb qarayman. Aslashlar tipidagi taqlid va inkos sahnasida qalb kuylarini ifodalash va urg'utish mening bu kitobni yezishdagi uslubim bo'lishim tabiiy. O'z-o'zini amalga oshirgan odam insoniyatni so'ydigan aqlga muyassar bo'lgan odamdir. İnsoniyatni so'ygan aql dal haqiqatning chiqish nuqtasi va maqsadini tushungan aql. Mundaq muhabbat va aqlga ega bo'lgan odam uchun insonning yeti yo'q. Faqat o'z xalqining birinchi navbatdagi vijdoniy majburiyatila mavjud bo'ladi. Mening xalqim Uyg'ur xalqi. U o'z alohidliklari va xosliklarini gavlandirgan. U insoniyatga xos o'rtoqliklar va umumliklardan tarkib topgan. U shimol, janub, sharq, g'arb madaniyatining bir qator alomatini mujassamlashtirgan. U tipik millatlarning biri. Haqiqatning bir qismini inkor qilib, muhabbatning bir qismida sadoqatsizlik qilib, yana haqiqat va muhabbat haqida, insoniyat haqida eg'iz ichish mumkin emas. Xayriyatlik boshlangan ushbu aslimaning xayriyatlik davomlashishini xohlayman. Vatansiz odam hisoblanmaydi. Belinski. O'xshashla vatanparvar odamsiz vatanmi qadrini topgan vatan hisoblanmaydi. Vatansiz odam hisoblanmaydi. Belinski. O'xshashla vatanparvar odamsiz vatanmi qadrini topgan vatan hisoblanmaydi. Birinchi bob. Ud anbara tuproqidir, ob kavsardir suyi, durri marjan toshlaridir, ko'hsari kashig'ar. Gumna. Madaniyat bilan nodonlik qabohatlari to'lgan 20-asrning 30-yillari Janubiy Shinjongni urush, o't tutaklari qoplagan edi. Rasa asabiylikka to'lgan bu mast zamin sharq va g'arbda qon va po'rux tushakabatganda Yevropa, Osiyo cho'nquruqligining kendikidagi bu diyordami qonliq voqealar yuz berib turdi. Har xil tug' alam ko'targan qurolli kishilar qadimki Qashqar qal'asiga qarab sildak oqatdi. Ular Qashqar viloyatining yanidagi uningga tava mashhur Otish nohiyasidan o'tadi. Sulton Satiq Bug'roxon mozori joylashgan bu qadimki yurtda Suntaq, ya'ni Sog'untaq etikidagi Mashhad rayoni nohiya markazining bozori bo'lg'ashqa, u yerda jang kutib turgan yoki nafsoniyatchilik vasvasasi bilan ichir qilgan qurolli odamlar turkumlari pat-pat parakandichilik tug'dirib turadi.
Qurolliq hakim mutlaqliq zemin planetasının tarixiy melodiyasi bo'lib qolgan chaqlarda ayni zamon atalmış madaniyatidan chetda qolgan bekinma yurtda qandaq bandit shakillik milliy tarix kuchlarining fojia paydo qiladiganligini tasavvur qilish qiyin bo'lmasa kerak. Qashqar orqa tarafi xalqarodagi har xil siyosiy kuch madad berayotgan turli guruhlarning shiddatli kurash sahnasiga aylanib qolgan edi. Bu yerdagi ahvol xuddi bulut bilan chaqmoq, bo'ron bilan yomg'ir, toshqin bilan saldak giralishib, billa hayva salg'onga o'xshab ketgan edi. Manching xandonligining keyingi vaqtidagi chiriklashishi va shimoliy milliy tarixlarning bo'shanligi bilan bu yerga tiqiyotgan har yangi chet el vakolatxonalari, savdo jamiyati va diniy mutaxassislari vaziyatni qaynam va qo'yin halqisiga ko'tarib o'tgan edi. Bu tegi taktidan g'aflat va uyg'onish koni dunyo va yangi dunyoning hayot mamatlik elishishining bir ifodasini gavlandirgan edi. Bir tarafda ulug' oktyabr sotsialistik inqilobi, Jungo yangi demokratik inqilobi ta'sirida dehqonlar urushi, ziyolilarning demokratik ma'rifatparvar uyg'onishi, qurolliq va ma'naviy o'rkash shakllantirgan edi. U Iskandar Zulqarnaynning sharqqa yurishidan Marko Poloning Jungo qilgan ziyaratigacha o'tgan 16 asrlik sirtqi qarta ichib etilgan ijtimoiy tarixiy muhit oxirlashib, bekinma holat shakllangan keyingi ko'p asrlik bizarlıqdan qutulish yo'lidagi umidlik intilish edi. Yana bir tarafda ayni zamon zomigarligi bilan hadab shug'ullanayotgan Angliya qatorliq jahongirlar, Jungo feodal militaristlari, yerlik azguchi feodal va mutaassib kuchlar o'zaro birlashib, koni dunyo tartibini saqlab qolishgan. Şinjangda jaholat homiylarining yepiq orqa bazasini shakllantirishga urinadi. Dehqonlar qo'zg'olonlaridan foydalanib, Janubiy Şinjangda bir mahal saltanat jakarlagan koni dunyo namoyanlari o'zlarini milliy va diniy bayroq ostida zinnatlashga intiladi. Janubning Qomul Turpanning har qaysi tarafidan kelgan kuchlar xuddi iqimlar to'plangan o'rkashlik daryodek Qashqar diyorida notinchlik shakllantirishdi. U kishilarning keynida xalqaro jalb qilishlar boshlanib ketdi. Angliya bilan Sovet Rossiyasining Qashqardagi konsulxonalari va ular tizginlagan har xil savdogar, ziyoli, hatto darvish qiyofatiga kirib olgan kishilar, yerlik to'rlar, mahsumlar, boylar, qurolli kuchlarning har darajalik ota-onallarini tez vaqt ichida ikki asosiy qutbga moyil qilishdi. Jamiyatning to'van qatlamida xorlangan va turmushning yuqori o'rkashlarida laylab yurgan apandi deyiladigan ziyolilarda bu xil bo'linish to'limi tez bo'lishdi. Ularni siyosiy zaratlangan boylar qandoq jalb qilishga taqozo qilsa, ularmi o'ziga homiy bo'lgan boylarga ashundoq muhtoj edi. Shved doktorxonasi din tarqatquchi personajlik rolidan boshqa Angliya faoliyatining aplik soyvani bo'lgan edi. Shanxayda tosh matba bilan besilgan osmondan tushgan mehmon, Eysa qissalari Türk tilining Qashqar lahjasi nomida besilib tarqatildi. Tez arada inqilob ash'orlari, ko'rgan bilganlardan qatorliq adabiy almanaxlar besilib chiqdi. Buningda Musa Xotan, Navruz Yusufi qatorliq mualliflar demokratik ma'rifatparvar xohishdiki necha-o'n she'r e'lon qilishdi. Bu she'rlarning birida Xotan va Janubiy Şinjangdan chet el ekspeditsiyalari bulab ketgan qo'lyozmalar va madaniyat yodgorliklari to'g'risida qattiq shikoyat qilingan.
Көрген bilgenlerden namlıq bir sayahatnamada Abdor esimde kalmaptı. Sovet O'rta Asiyodagi Andijon, yani Anjan, Toshkent, Beshkek qatorliq joylarda yuz bergan sinipiy va siyosiy o'zgarishlar, Lenin rahbarligidagi emgakchi xalqning qad ko'targanligi tilga ilingan. Qutlug' Sharqiy muharrirligidagi Ong geziti Qashqarda ma'rifatparvar gezitchilikning muqaddimasini ochgan edi. Shunda qilib Zemin planetasi qandaq ikki qarma-qarshi kuchning kurash sahnasiga aylangan bo'lsa, Qashqarmi shundaq kurash sahnasiga aylanib qoldi. Bu kurash yalqinlari barg'ansiri o'z qiyofatini oshkorlag'ashqa, uningga qatnashgan bir qism ongsiz yoki o'z nazarida xato maydonda turib qolgan kishilar tez orada o'z sabdoshlari va saplarini tepishib oldi. Uyg'onish umumiy iqim edi. Millatni aslash, uni fan va muarif, demokratiya va erkinlikka ega qilish ko'plagan taraqqiyparvar kishining xohishi edi. Ammo 1930-yillarning oldi keyindagi janglari ko'nicha g'arbcha uyg'onishni va yangicha sharqcha uyg'onishni farqlantirib qo'ydi. Jadidlik muarif qarashlari bilan yangi demokratik sotsialistik muarif qarashlari tezla to'qinishib kelishdi. Bu xil to'qinish o'xshamagan ikki xil uyg'onish sifatida 20 asrdan ko'proq ochiq yoki yoshirin fikr ixtiloflarining o'lini tuzdi. Uning tashabbuschilari va muxlislari ichida gullanganlari va o'zini o'ngshib ololmaganlarining taqdiri tarixning tanlash kuchi tarafidan belgilanib turdi. Men 1933-yilning Kashko'z faslida 28 sentabr dushanba sahar soat 1 da tug'ildim. Gerçi 1955-yili yo'lga qo'yilgan yerlik milliy avtonomiya tadbiri nuqtasidan shu chaqdagi territoriya loyihaliguvchilari tashabbusi bilan Atush nahiyasi Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastining tutashtiruvchi halqiliq rayoni va oblast markazi deb ayrilib ketgan bo'lsa-mu, u 2000 yillik shahar, qal'a tarixi va Manching xonliqidan beriqi viloyat nahiya tavalligi belgilamasi bo'yicha yanala Qashqar diyorining bir qismi, Qashqar viloyatining bir yezisi, keyincha bir nahiyasi edi. Men Qashqar Atush nahiyasida dunyoga keldim. Yurtim shu nahiya markazi Mash'at rayonining Bag'iriq kenti edi. Mash'at ayni yillarda bozor, mazar oldi, ya'ni Sotq Bo'raxon mazari joylashgan kent, Qo'mbaq, O'stanbeshi, Bag'iriq, Ozg'in kentlaridan tashkil topgan edi. Hozirgi kunda Suntaq etigiga yangi Atush shahri joylashgan bo'lib, yuqorida tilga ilingan kentlar Suntaq yezisi qarashliq qilingan. Shundaqdimi men o'zimni yanala Mash'atlik deb yozaman. Chunki men tug'ilgan cheg'imdagi pokitni asos qilishim kerak. Anam Hamroxon texi tunji tavalluddagi kelin bo'lganligi uchun cho'ng dadam Ibrohim hojining uyida turardi. Bag'riq kichik kent edi. Uning sayga yaqin tarafiga o'stan bo'yiga joylashgan mahallalar kesak uy qo'rolari bilan obat edi. Uy qo'rolari oldidagi o'standa bir tugman suv qish-yoz uzilmay oqatdi. Qum aralash to'pi yo'llar to'zansiz namxush ko'rinsa-mu quruq edi. O'stan va yo'l bo'yini buk jigdilar, so'gat va ujma daraxtlari xuddi yerim chambar barangliqdek yepib soy tashlab turadi. Bag'iriqda 3 joyda tugman bo'lib, cho'ng dadamning uyi dal
o'ttirdiki tugmanning to'pisida edi. Bu tugman bilan oyoqdagi tugman orasidagi ara mahalladagi ko'l bo'yida mashhur ma'rifatchi, mutafakkur, vatanparvar olim Abduqodir Damulla madrasasi va uy joyi turadi. Men 10 yoshdan keyin bu yeziga qaytib kelgan chaqlarimda eslayman. O'stan suyi bojalliq deb atiladigan, yiqilg'u hozirlab berdigan jigidilikka oqqanda suv ostidan yoqutdek har xil rangdar chiroyli toshlarni terib elib, ikki uchi giralishib ketgan bo'kkida agmi jigidilikdan talay qitim o'tatdim. Bog'larda ko'k amut, qo'tir amut va anjir o'sish uchun gahi amut shoxlariga chiqib olatdim. Ah ko'ngil qo'rovlarini yog'och keltidan, xurjunlarini mis qilibda taqab qo'ydigan dehqon tog'a va hommalarim menga to'liqmi amroq edi. Ular menga tug'ilgan chig'imdagi ahvollarni hikoya qilib berib, onamdan anglaganlarimni to'liqlashadi. Güzel Məşəd və onun kəndləri ənsizlik içində çökən. Gansudan kelgan Majongyin qoşunları ümidsizlik içində bulan talanga tushgan chaqlarda bağırıqlıqlarının bir qismi tağ arasıga, kattaylıq, yani katta yaylaq çöl toqaylıqıga qetishqan edi. Hamillarlıq vaqti saati to'shib qolgan anam qatnash qolaysız bo'lgan yaq kent kechimiz vaqvaqqa cho'ng dadam va cho'ng anam tarafidan tuqqanimiz sarg'an cho'ng anamning, ya'ni cho'ng dadam Ibrohim hoji bilan bir navra uyiga tug'utga yetkigan edi. Bu jiroq kent nahiya bozordagi kentlardan bir qadar tinchroq edi. Anlaşımcha Sarıxan cho'ng anamizning o'qituvchilik qiladigan o'g'li Sayfiddin aka, ya'ni Sayfiddin Azizi o'giziga chiqib atrofning tinch yoki ansizligini ko'zitib turgan. Majongyin qo'shinlarining qalaymaqanchiligi uning O'rta Osiyoning To'qmoq rayoniga qaytishining oldi kaynida texmu asabiylashgan. Bu Atush xalqi xotirasida ikkinchi qitimliq tungan yig'iliqi deb atalgan. Bu chaqda atam Qashqardan Atushga kelgan. 1986-yili Atushga kelganimda atamning tangtushlaridan anglashimcha, atam Muhammad ibn Qashqardan ilib kelgan topanchisi bilan samonliqqa mökünüp algan bir to'p ayol va yosh qeri kishini samonliq ishiki va qo'ru darvozasi oldida qo'qdab turgan. 20 yoshdagi dadam bag'iriq yo'lida qo'llarini qo'g'ishun o'qliq uzun miltiq tutgan ikki banditni ko'rib, ularni etib etmek, intiqom olmoq bo'lganda uning do'stlari to'sigan. Ular ikki bandit etib tashlansa, texmi cho'ngroq ansizlik yuz berishdan ansirashgan. Urush tutaklari, o't qo'yish va bulash avjiga chiqib, yurtdagi kishilar bilan ota-onam jiroqlarga yo'shiringanda, meni ba'zida xemir yug'uradigan tangniga bo'lib, bu yog'och tangnini savatga selib, o'yla ichidan oqadigan o'stanga qo'yib qo'ygan. Tangna daraxtlar bilan insoniyat eng qadimki zamonlarda e'tiqod qiladigan daraxtlar bilan qoplangan sungich shodisi yenida tavrab turadi ekan. Ba'zida meni to'nurga zakadab qo'yishadi ekan. Anamning aytishicha, men yig'lamaydi ekanman. Ömrümdə külkülerim kam bo'lg'ashqa, anam meni dekabrs deb qo'yatdi. Kashlarda atam, anam, cho'ng dadam va tog'alarim gümbürlashlar, qiyochiyalar besiqqanda meni tangni qiyiq yoki to'nur bo'shikdan elib bag'riga besib yig'lab Tangirdan xotirjamlik tilaydi ekan.
Мен o'tir yoshlik odam bo'lguncha mushundoq ansizlik ichida yashaganligimni o'ylaganimda taksiz xiyolga cho'kaman. Hayot asli shundoqmi yoki mushu yillar shundoq ansizmi? Va yoki peshonamga taqdir shundoq povest bitganmi? Yer islohatidan keyin men Bag'iriq kentidagilar to'g'risida tafsiliy surishtirdim. Bu ishga qatnashgan kishilarning menga aytishicha, bu kentdan zamindor chiqmagan. Faqat kentning yuqori mahallasidan bir oila holliq o'tira dehqon chiqqan xolos. Men allaqachon olamdan o'tgan. Rang-ro'yini men tasavvur qila olmaydigan, biroq meni atishda yurib dastlabki bovaqliq talpinishlarimga ilhom bergan. Qabrisi cho'chakda qolgan cho'ng dadam İbrahim Hacı Muhammed Emin Hacı o'g'lini, qabrisi Qashqar Xo'ja Qumliqi bozoridagi Yasin Satangi tava qabrgohlikda qolgan cho'ng onam Anarxonni ortiq tanishtira olmayman. Shunda qilib men Atush degan obdan yurt, Dushanba bozori bor, Atushlikni qo'g'daydi, sultonim mazori bor degan qo'shoqdagi bu yurtda bozor kelar kuni sahar dunyoga keldim. İkinci bab. Atangdan baş tartma, aşmısın muңi, şan şeref tacıdır, puttiki çeni. Abdurrahman Cami. Hekayeni jıraqtın başlamakçımın. Mozayның жүгіріші самаллықча дегендек, hekayemning jıraqlıqımı ata adamның hekayesi geçila boludu. Atı bala halavitimi yoki qarong'u tundiki ko'ngillik tushmi aytavur, men atam to'g'risida nayt az biliman. Men uning atiliq siyoqi va bejirim gavdasidan boshqa uning insonni yatlashtirgan bu yo'ruq dunyodagi haqiqiy holati, mejilgan yuragi va uchib ushqunlab turgan ömür arzularının nazuk ve süratli görünüşlerini bilmeyman. Dervaqa, erkek ruhiyetinin namayendisi bolgan ata öz persentige bir qancha qavat to'siq parda sirtida turib ve bu perdlerge xuddi yig'lab bo'lib girim qilib olgan onadek xiramonliq gul chechakları taqab muomala qiladi. Biroq mening atam qayg'u hasratini ko'tirib yurish fursatimi degandek muyassar bo'la olmagan. Uni qayg'u hasrat dargohlari ko'tirib olgan Sulaymon tilsimi ko'ziga band qilib olgan edi. O yolg'iz o'g'liga otaliq mehri bilan qanmagan. Men uningga bolaliq mehrimni baja keltirolmagan. Men atamni bir qancha qisqa mezgilla, ko'p bo'lsa 4 yil, az bo'lsa bir qancha oy aramxuda ko'rganimni. Qolgan shuncha uzun yil ichida faqat uning qoldirib qo'ygan portreti, ya'ni surati orqaliqla ko'rganligimni bilaman. U kelishgan, pokiz yuradigan o'qimishliq, xush ovoz odam edi. Men keyingi bir fazilatni uning do'stlari tilidan mujassamladim. Uning oq ko'ngil soddaligi hurmatimni kuchaytgan. U meni tillagan, urgan, aldab ko'rgan emas. Atam balaliq chog'larini Atushda o'tkazib, Oktyabr inqilobidan keyin O'rta Osiyoga chiqib ketgan.
Bu çağlarda çoğ dadam İbrahim Hacı Issiqko'l yaqasidagi Qaraqo'l shahrida dadisi Muhammad Emin Hacimdan qolgan odat bo'yicha xurum korxonasini boshqarib turgan ekan. Suvchilik mutaxassisi, suvchilik nazoratining bosh injeneri Anvar Azizning keyin so'zlab berishicha, cho'ng dadam G'ulja, Cho'chak, Qashqar, Atush, Qaraqo'l, Beshkak arlab tuqqan yo'qlab yurganda doim Pravda, ya'ni haqiqat gezdi ko'rar, rus tiliga chevar ham jug'rofiyaga ishtiyoqli kishi bo'lgan. Atam O'rta Osiyoda Oktyabr inqilobining ilgirki va keyingi nurg'un hodisning shohidi edi. U zavod ishchilari bilan billa o'z engini ichib, zamon bo'ron chapqonlariga qatnashgan. Bu taki uning keyingi hayot yo'li butkul umr qismatiga iz solgan edi. Anam ota-onasi hayot arg'amaqdek olti erkisi bor Hasham Uyg'ur oilasida e'tiborli kenji qiz bo'lib dunyoga ko'z ochgan edi. Anam Turköllik G'o'ji Qosimning yolg'iz qizi edi. Uning tuqqanlaridan Rahmatulloh boy, Ahmad Qul Hoji va Husayn Hoji farzandlari hozirmi bu qadim makonda yashamoqda. Anam yana atamning cho'ng dadisi Muhammad Emin Hajimning Hamra buvi Hajim nomli ayolining nevrasi edi. Atam bo'lsa cho'ng dadisi Muhammad Emin Hajimning Zada Hajim nomli yana bir ayoldan bo'lgan nevrasi edi. Anam o'z oilasining eng oxirgi va Tangridan tilab topgan yolg'iz qizi bo'lg'ashqa, u tug'ilganda tug'ut anamning onasi Hojixondan hol so'rab, qandaqroq dillari aram topdimi deganligi uchun dastlabida Dilaram deb at qo'ygan ekan. Ammo cho'ng onika Hamra buvi Hojim olamdan o'tishi bilanla shu chaqdagi bu go'dak navra qiz bilan shu chaqda atamning onasi Anarxon tuqqan hammam bo'lg'uchi qizga o'xshashla Hamraxon ismini qo'ygan. 1984-yili Toshkentga borganimda, ayni yillarda Qashqardan chiqib, Anjonda oshpuzul ochgan mashhur pavur turdi tavoq. Ba'zida buzu turdi valahmo deydi ekan, degan to'limi mehmondo'st kishi yashinib qolganligiga qaramay, meni ayolim Ra'no bilan maxsus orkestr taklif qilingan choyga chaqirib izzatladi. Arliqda o'zi turadigan xas xoniga chaqirib, menga mundaq dedi: "Otingiz men bilan qurdosh edi. Oshpuzulga anda-munda kelib qo'yatdi. Bir kuni Qashqar tarafdan akeldirgan 700 qo'yimni hukumat biroqla haydab ketdi. Beshim qaydi. Shu asnoda otingiz do'konga kirib qoldi. O'z yurt ko'rib, qo'y to'g'risida voysab qo'ydim. Kim bilsin, ertesi do'konga kirib, menga asta pishirildi. Berib qo'ylaringizni elib eling. Kim bilsin, rostilla qo'ylarim qo'limga tegdi." O yurtdoshlarga ko'ynatdi. O chaqda Uyg'ur ziyolilari O'rta Osiyoda bo'libmi Farg'ona vodisida xeylilar oldingi qatorda turadi. Turdaka menga yana mundaq dedi: "Bir kuni tush vaqtida otingiz yuzidan nur yig'ib turadigan bir qizni boshlab kelibdi. Qiz beshiga oq cho'chincha ro'mol selib olgan edi. Keyin men ega bo'lib, ularning nikohini o'tadim. To'yini qildim. U qiz onamiz Hamraxon edi." Ota-onamdan sal yashangan bu pishqadamni ko'rib, uning hikoyalaridan xuddi allaqachon olamdan o'tgan ota-onamning yoshlik kunlarini ko'rgandek bo'ldim. Anglasam bu pishqadam yana bir yil yashab olamdan o'tibdi.
ата-анамны qandaq qilib o'z elkiga oldi, qandaq qilib ularning to'yini cho'ng dadamlar emas, balki bu bir yurtliq oshbuzul xo'jayini o'tkazib berdi. Mana bular ajoyib ig'ir bir fojialik hikoya bilan bog'langan edi. Birinchi Dünya urushi va Oktyabr inqilobidan keyingi bir qancha yil ichida O'rta Osiyo vaziyati yo'riqliq va jaholat o'tirsidagi murakkab kurashlar bilan to'lgan holatda bo'ldi. Uni bir qancha tarafga bo'lib izohlash mumkin. Butkul vaziyatda Angliya, Amerika, Fransiya, Yaponiya, Germaniya qatorliq 10 necha davlat Sovet Rossiyasiga hujum qo'zg'ab, mudaxila vaziyatini shakllantirdi. Kolchak sharqdan, Demkin janubdan oq gvardiya qoldiqlarini to'plab, Char podshohligini tiklash yo'lida keng ko'lamda jang boshlab o'tdi. 1917-yil noyabrda general Dotovning O'rinboroqdagi oq gvardiyalari Oral va Toshkentga yurish qilib, O'rta Osiyo bilan Moskvaning aloqasini uzib qo'ydi. Bu ish 1918-yil 3-iyun yana Ataman Dotov tarafidan toki yil oxirigacha takrorlandi. Char podshohning O'rta Osiyodagi harbiy amaldorlarining bir qismi Toshkent xalqini yig'ib, mashhur jadidchi Munavvar qori Nizam Xo'ja, Salimxon, Xo'ja Mahmud Bahbudiylar bilan til biriktirib, maydonga qurollarni to'plab, xalqni o'zlari bilan billa Sovetlar hokimiyatiga qarshi kurashga chaqirsimi, o'lima Hazrat boshchiligidagi ko'niliq tarafdorlari ruhoniylarga ega Toshkent xalqi bu suiqasdni tanishmadi. Oxiri chet ellarga maxfiy bog'langan Osipov boshchiligidagi Turkiston harbiy hay'ati oxiri 1919-yil 8-yanvar kechasi Toshkentda isyon ko'tardi. O'rta Osiyo yerlik xalqi vaziyatida Buxara amirligi bilan Qo'qon muxtariyati isyoni, ya'ni Sovet matbaalarida so'zlangan bosmichi harakati gavlanib chiqdi. Buxara amiri Said Alimxon, amir lashkar Ibrohim To'qaylar chet ellar, jumladan Afg'oniston ta'sirida bo'lsa-mu, Sovet Rossiyasi ta'sirida oshkora faoliyat olib borolmadi. 1918-yili Oktyabrda Buxara va Xiva xalqi qo'zg'olon ko'tardi. Said Alimxon Afg'onistonga panohlanishga ketdi. Qo'qon xonligi 1893-yili oyoqlashgan edi. 1917-yili 15-noyabr Sovetlar hukumati Rossiya musulmonlariga murojaat e'lon qildi. Xiva ham Buxara xonliqlari va chet el jahongirligi ta'sirida bir zaman xonliq bo'lgan Qo'qondagi millatchi, jadid va diniy feodal kuchlar bu murojaatdagi muxtariyat huquqiy moddalaridan usluq bilan foydalanmoq bo'ldi. Bir mezgil Rossiya markaziy Sovetlar hukumati bilan aloqa uzilgan. Sovetlar hokimiyati bu joylarga qanot yaymagan chog'larda bu yer O'rta Osiyo qalaymaqonchiligining qaynimi bo'lib qoldi. Müşahidan boshlab 2-3 shu vaqtdagi shu taraflardagi qalaymaqon vaziyatlar so'zlandi ekan. Bu yerdan atlab o'tib ketay. Rossiya vaziyatining yaxshilanishi bilan Qo'qon muxtariyati cho'qonlari tinchidi. G'azovatchilardan 44 qurbishi taslim bo'ldi. Bir qism Afg'onistonga va boshqa davlatlar, yana bir qismi Qashqar, Xotan tarafga qochdi. Ular Shinjongda 1930-yillardagi voqealarga ta'sir ko'rsatdi. Shirmat ko'r qismlaridan bir bo'ligi yondosh, ya'ni muavin qurbishi Xalxo'ja boshchiligida Qashqar tarafga o'tdi. Mana shundoq patparaqchilik muhitida anam 7 yulduzdan uzilib, yegani qiz bo'lib qoldi. Haytarpisida
Hoca Qasım çoğ dadam və 6 oğlu Anjan taxta kövrükdiki qorosidiki aile parmonchasida yoyunub, qorodiki supida o'ltirat ekan. Monchada oxirgi qitim cho'ng anam Tojinsaxon yoyunishga kirganda Hoca Qasım cho'ng dadam kichik farzandi Hamraxonga gullik muhorka xaltisini tutqizib, bozorga nasfaltchi doqqariydin muhorka akirgili buyuribdi. O muhorka elib qaytqanda qoroning qonga milanganligini bayqagan. Askarlikka odam talab qilgan Xarqi Qurbishining inisi To'rixonning bosmichilari bu sarbi qomat 6 yigitni o'zlari bilan Anjan yangi shahar janglariga zo'rlaganda norozilik bildirgachga Ablis Husanbayev va Oxunjonlar boshligan Qizil Gvardiya kelib kelishidan ansirab 5 atar miltiqlari bilan qirib tashlagan. Bu ishdan Monchada xabar topgan Tojinsaxon cho'ng anam qaynoq suvda pishib qazo qilgan. Anam texi o'smir qiz Hamraxon bu fojia ustiga kirganda qoroda na bosmichilar, na biror tirik jon qolmagan edi. Mushu fojia anamning butkul hayotini o'z iznolari bilan oxirlashtirib, yana mening ömrümge mu eqib kirdi. Tipik fojialar muhitida yashagan aziz xalqin ikki qitimliq dunyo urushining sirtida turib, jangga qurbonlari va urush azobidan mu ig'ir buruqtirmoqda chiqim topdi. Xo'sh, amsa bugun mushargacha o'qib beray. Davamını keler qitim anlagaysiz. Salamet bo'lin. Xayr xo'sh, keler qitim ko'rishaylik.